Agar siz shinam, zamonaviy, hamyonbop uy qarab yurgan bo'lsangiz, aynan shu uyimiz siz uchun 3 xonali juda ham hamyonbop uyimiz. Ishonmaysizmi? Videomizni oxirigacha ko'ring. Qadrli obunachilar, 3 xona 98 kvadrat Citymoon novostroykasi Yakkasaroyda joylashgan, etajimiz 8. Demak, obzorimizni boshladik. Bu bizning kirish eshigimiz bo'ladi. Eshikdan kirdik va bu yoqqa kattagina hol qismimiz keladi. Bu yoqqa o'tirib bemalol oyoq kiyimlaringizni kiyib foydalansangiz bo'ladi va bu yoqda esa stroyniy shkaflari bor, hurmatli do'stlar. Lustralarimizni ham qarang, juda ham neobычный lustralar qilingan va uyimizda juda ham chiroyli mana bunaqa gullar qo'yilgan va gilamlarimiz esa Turkiya gilamlari qo'yilgan bu uyimizda. Endi esa sizlarni bu yoqda zal qismimiz keladi. Qaranglar, zal qismimiz ham juda ham chiroyli. Menga bu zal qismimizda hatto mana yostiqlari bilan kartinkalarimizni ranglarini shunaqa uyg'unlashtirishganki, juda ham yoqdi va mягкийlarimiz turetskiy mягкийlar qo'yilgan va bu yoqqa esa 65 talik juda ham katta televizorimiz o'rnatilgan, ikkita chetida gulimiz va chiroyligina biralarimiz bor, hurmatli obunachilar. Xo'p, kelinglar. Endi birovlar kelganimizda bu yoqda oshxona qismimizni ko'rsatib o'tamiz. Oshxona qismimiz. Keyin oshxonani bitta ko'ringchi. Yo'qsa pochchamga aytasiz, shu uyni oldirib olasiz, boshqa variantimiz qolmayapti. Yaxshi variant sizga ko'rsataman. Oshxonamiz qismimizda barcha texnikalarimiz bor. Mana ko'rib turganinglardek mikrovolnovkalar va bu yoqda xolodilnikimiz, konditsionerlarimiz, bu yoqqa esa juda ham chiroyli, yaxshigina stol stullarni o'rnatib qo'yganmiz. Bemalol barcha oila a'zolari sig'adi va bu yoqda mana hid zalga chiqib ketmasligi uchun mana bunaqa chiroyligina yaponskiy eshiklarimizdan foydalanganmiz. Xo'p, endi spaniyalarni ko'rsatib o'tamiz. Bu yoqda bizni kattalar spaniyasi, mana kattalar spaniyamiz ham juda ham prostorniyda. Kelganingizda ham o'ng tarafingizda o'zining shkaflari joylashgan. Uyimiz aniq bilaman, bu uyimiz kelsangiz, живой ko'rsangiz yoqadi va bu yoqda mana komodlarimiz joylashgan, juda ham zo'r qilib va televizorniy zonamiz va bu yoqda spalniy qismimiz joylashgan. Qaranglar, kartinkamizni ham qarang, juda ham zo'r va biralarimiz. Xullas, bu uyimizda avtorskiy remontda qilingan, lekin zo'r qilib qilishganda. Qaranglar, bu yoqda balkonimiz bor. Spaniydan chiqib bu yoqqa ikkita stol stulni qo'yib foydalansangiz bo'ladi. Lokatsiyamizni qarang. Mana bu qarang, go'zallikni. Qushbegidagi masjidimiz mana ko'rinib turadi. Azon ovozlari ertalabda sizni uyg'otadi va bu yoqda Pyramid Tower. Xullas, lokatsiyamiz zo'r, hurmatli obunachilar. Xo'p, endi yopib qo'yamiz va endi sizlarga detsk xonamizni ko'rsatamiz. Hurmatli do'stlar, bu uyimizda sanuzelimiz bittagina. Mana hamma kelinglar. Bitta bo'lsa ham juda ham hamma sharoitga ega. Mana vannalarimiz, bu yoqda o'sha rakovinalarimiz, hojatxonamiz,